Assalomu alaykum azizlar. AQShning Venesuelaga hujumi fonida men sizlarga ushbu Venesuela davlati haqida to'liqroq ma'lumot berishga qaror qildim. Rasmiy nomi Venesuela Bolivar Respublikasi, poytaxti Karakas shahri. Maydoni 916.445 km². Aholisi 28 million kishi. Pul birligi bolivar. Davlat tili ispan tili. Venesuela Janubiy Afrikaning shimolida joylashgan bo'lib, g'arbda Kolumbiya, janubda Braziliya, sharqda Gayana, shimolda Karib dengizi va Atlantik okeani bilan chegaradosh. Karib dengizi bo'ylab joylashganligi sababli strategik va savdo uchun qulay hudud hisoblanadi. Iqlimi asosan tropik. Amazon o'rmonlari, tog'lar, daryolar va tekisliklardan iborat. Dunyodagi eng baland sharshara Angel sharsharasi ham aynan Venesuelada joylashgan. 1498-yil Xristofor Kolumb Venesuela hududiga yetib borgandan so'ng ushbu davlat asos topgan. 16-asrda Ispaniya mustamlakasiga aylangan. 1811-yil mustaqillik e'lon qilgan. 1821-yilda Ispaniyadan to'liq mustaqillikka erishgan. Mustaqillikka erishishda qahramon bo'lib Simon Bolivar hisoblanadi. Siyosiy tizimi prezidentlik respublikasi, davlat boshqaruvi davlat va hukumat rahbari, parlament milliy assambleyadan iborat. Shu vaqtgacha Simon Bolivar, Hugo Chavez 1999-yildan 2013-yilgacha va Nicolas Maduro 2013-yilgacha hozirgi vaqtgacha AQSh hukumati qo'lga olgunga qadar prezident bo'lib ushbu davlatni boshqarib kelgan. Iqtisodi asosan neftga, dunyodagi eng katta neft zaxiralaridan biri hisoblanadi. Muammolari giperinflyatsiya, ishsizlik, valyuta qadrsizlanishi, sanksiyalar, dori-darmon va oziq-ovqat tanqisligi. Venesuela davlatining asosiy dini bu katolik xristianlar 70% dan iborat, protestantlar, mahalliy diniy e'tiqodlar, kam miqdorda musulmonlar va yahudiylardan iborat. Madaniyati sport, beysbol, musiqa, lotin va xalq musiqasi, taomlari arepa, empanada, pavilyon, karilolardan tashkil topgan. Ushbu davlatda ta'lim rasman bepul, savodxonlik darajasi ancha yuqori, lekin hozirgi iqtisodiy inqirozlik sabab tizimlar ancha zaiflashgan. Venesuela davlati haqida qiziqarli faktlarga keladigan bo'lsak, Venesuela nomi kichik Venetsiya degan ma'noni anglatadi. Dunyodagi eng go'zal ayollar tanlovida eng ko'p g'olib chiqqan davlatlardan biri hisoblanadi. Benzin narxi uzoq vaqt deyarli tekin bo'lgan davlatlardan biri. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.